Assalamu alaykum hörmətli görürmənlər. Şərq Türkistan avazının gündəlik xəbərlərini görüşünlərini qarşılayırıq. Tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizin təfsili məzmunları olsun. 15 dekabr günü Xitoy Mərkəzi hökuməti məxsus hüccət çıxarıb, Çöçək şəhərini sınaq tariqəsində atalmış nöqtəlik tərəqqiyat rayonu qılıb etiş haqqındakı qararını elan qıldı. Xitoy xəbərlər to'rining 15 dekabrdagi xabarda aytilishicha, Xitoy hukumatı O'rta Osiyo rayoni bilan bo'lgan hamkorlikni kuchaytirish, atalmış bir balvoq bir yo'l qurilishini texnik yaxshi davom qildirish, chegara rayonining muqimligi hamda Sharq Turkistondagi ijtimoiy muqimlik va uzunga so'zilgan amberlikni texnik yaxshi amalga oshirish uchun bu qarorni qabul qilgan. Ma'lum bo'lishicha, Cho'chak rayoni navbatda Xitoy ishlab chiqarish va qurilish bantuanining kontrolligidagi joylardan bo'lib, Xitoy hukumatining bu qarori yana bir yoqdan aytganda, ularning bantuanni texnik kuchaytirish uchun xizmat qiladi. Muhojiratdagi bir qism analizchilar bu vaqt fikr qilib, Xitoy hukumatining bu xildagi taraqqiyot rayonlarini etishining tunji qitimliq emasligi, hech qachon Sharq Turkiston yerlik Uyg'urlarga iqtisodiy manfaat yetganmaganligini, Xitoy hukumatining bu qitimliq hujjatida bu qarorni atalmış ittifoqlik va muqimlikning muhim kafolati deganligiga asosan 1940-yillardagi Sharq Turkiston Jumhuriyati mavjud bo'lgan rayonlarning biri bo'lgan Cho'chak shahrini atalmış taraqqiyot rayoni qilib etishi kuchli siyosiy muddaoni o'z ichiga oladi deb qaraydiganligini bildirgan. Xitoy virusi Xitoyda kuchayotgan, kontrollikni yo'qotgan jiddiy paytda qon taqdim qilish sonining shiddat bilan tövəllishi va keyinchalik qonga bo'lgan ehtiyojning eshishi sababidan qon zapasi yetishmaslik kelib chiqqan. Chet el taratqullari ko'p manbadan asosiy qatlamning qon taqdim qilishga boshlaganligi to'g'risidagi xabarlarga erishgan. Davr gazeti Sojudagi ma'lum o'rindagi xizmatchilarning 15 dekabr kuni majburiy haqsiz qon taqdim qilish to'g'risidagi ishga o'qtirishni topshirib olganligi. Suju qon punktining 2020-yildagi qon taqdim qilish vazifasiga asosan har qaysi tarmoqlarga nishon ko'rsatkich taqsimlaganligini bildirgan. Dunyo Səhiyyə Təşkilatı Xitoy virusi vaksinasi soldirganlarni maska taqash va ijtimoiy aloqani saqlashni davomlashtirish to'g'risida ogohlantirdi. Dunyo Səhiyyə Təşkilatı mutaxassislaridan Kate O'Brien, garchi vaksinaning Xitoy virus kasalligidan qo'g'dash unumi ilmiy jihatdan isbotlangan bo'lsa-mu, ammo uning virusning tarqalishining oldini oladigan olmaydiganligi to'g'risida yetarli ma'lumot yo'qligini bildirgan. Hozirgacha Angliya, Kanada va Amerika Qo'shma Shtatlarida ishlatishga ruxsat qilingan Pfizer-BioNTech shirkati ishlab chiqargan Xitoy virusi vaksinasining 95% unumga erishish uchun 3 hafta ichida 2 quti amlanishi va ikkinchi qutidan keyin kam deganda 7 kun o'tish kerakligi qayd qilingan. 11 dekabr kuni e'lon qilingan bir parcha ilmiy maqolada bu vaksinaning tunji qitimliq amlanishidan keyingi unumning 52% ekanligi o'tirib qo'yilgan. Biroq mutaxassislar maska ishiltish va ijtimoiy orliqni saqlashni 2 qitimliq vaksina amlanish jarayonida emas, uningdan keyin davomlashtirilishining muhimligini ta'kidlagan. Birleşken Devletler Teşkilatı Taraqqiyot Programmasi tarafidan 2019-yildagi sonliq ma'lumotlar asos qilinib tayyorlangan insoniy taraqqiyot indeksi, barobarsizlikka uyg'unlashtirilgan insoniy taraqqiyot indeksi, jamiyat xarakterlik jinsiyatga tayangan taraqqiyot indeksi, jamiyat xarakterlik jinsiyat barobarsizlik indeksi bilan ko'p omillik kambag'allik indeksini o'z ichiga olgan oldimizdagi chegara insoniy taraqqiyot va antroposen temiliq 2020-yillik insoniy taraqqiyot doklati e'lon qilindi. Har qaysi davlatlarning rasmiy statistik idoralaridan va ishonchli xalqaro organlardan qo'lga keltirilgan ma'lumotlar orqali tayyorlangan insoniy taraqqiyot indeksi, uzun va salomat yashash, uchurlarga erish bilan qabul qilib bo'ladigan hayot o'lchami qatorliq 3 omil asosida o'rtacha insoniy taraqqiyot saviyasini uzun muddat ko'zish natijasida chiqarilgan. Eng ko'p bilingan taraqqiyot ko'rsatkichlardan biri bo'lgan indeksga asoslanganda insoniy taraqqiyot indeksida Norvegiya birinchi bo'lib ilgirki o'rnini saqlab qoldi. Irlandiya bilan Shveysariya 2-o'rinda, Hong Kong bilan Islandiya 3-o'rinda, Germaniya 4-o'rinda, Shvetsiya 5-o'rinda, Avstriya bilan Gollandiya 6-o'rinda, Daniya 7-o'rinda turdi. Turkiyaning 2019-yildagi insoniy taraqqiyot indeksi 189 davlat orasida 54-o'ringa kirib, intayin yuqori insoniy taraqqiyot kategoriyasidan o'rin oldi. Turkiya 2019-yil e'lon qilingan dokladda 59-o'rinda turgan bo'lib, bu yil tunji qatim intayin yuqori insoniy taraqqiyot kategoriyasiga kirgan edi. Yaqinda Angliya Tabiat jurnalida e'lon qilingan bir parcha tadqiqot maqolasida ko'rsatilishicha, havoning bulg'anishi sababli har yili 3.300.000 odam baldir o'lib ketadi ekan. Bu son AIDS va bazga kasal giribtor bo'lib o'lib ketganlardan 500.000 ortiq. Buning ichida 75% odam havodagi mikro chang tuzangdonchilarning uzoq muddat ta'sir ko'rsatish keltirib chiqargan sakta va yurak kasali sababidan, qolganlari nafas yo'li kasalliklari va o'pka roki sababidan o'lgan. Bu tadqiqot natijasida ayon bo'lishicha, par bilan ta'minlash, tomoq etish jarayonida qo'yib berilgan energiya, oila jabduqlari chiqargan chiqindilarning baldir o'lib ketishiga qarata ta'siri intayin chong ekan.
Uy muhitining bulg'anishi bilan uy sirti muhitining bulg'anishining kishilarning baldir o'lib ketishiga bo'lgan ta'sirini osonlikcha farqlantirgili bo'lmaydi. Ammo uy ichi muhitining bulg'anishi izchil turda ko'rinmas qotil deb qaralib kelyapti. Uyning havosidagi bulg'uvchi moddalar bilan uy sirti havosidagi bulg'uvchi moddalar ko'mir, motorli qatnash vositalari, sanoat chiqarindilari va laylama tuzan qatorliq 4 cho'ng bulg'ama manbasi ep kelgan nafas yo'liga kiralaydigan donchilar eshik derazalar orqali uy ichiga kirdi. Shundaqla uy ichidagi gaz holatidagi bulg'anmalar va donchi shakldagi bulg'anmalarni sirtqa chiqib atmosferaga qo'shilib ketalaydi. Uy ichida mavjud bo'lib turgan bulg'anmalarning quyuqligi uy sirtining 7 hassasidan 20 hassasiga teng keladi. Uning ustiga ko'p qism kishilarning 80% dan ortiq vaqti uy ichida o'tadi. Shunga uy ichi bulg'anmalarning ziyni texmi og'ir bo'ladi. Atmosferadagi bulg'anmalarning ichida odam badaniga ziyni eng cho'ng bo'lgani diametri 2,5 mikrometrdan kichik bo'lgan ushoq donchilar. Uy ichidagi bulg'anma moddalar, ya'ni oshxonadan chiqqan yog' bo'slar tarkibidagi aerozol, ya'ni tutuklashtirilgan eritma donchilari, kreslo, kiyim shkabi qatorliq uy jihozlari tarkibidagi formaldegid, benzol qatorliq ximiyalik moddalar, hojatxonadan tarqalgan ammiak, gidrosulfit qatorliq sesiq gazlar hamda odam badani metabolizm jarayonida shakllangan bakteriya, zamburug' qatorliq biologiyalik bulg'anmalarga kishilar bak diqqat qilib ketmaydi. Bularning ichida formaldegid, benzol, ammiak, radon, xushchan ximiyalik birikma qatorliqlar yurak, qon tomir kasalliklari va nerv sistemasi kasalliklarini keltirib chiqarib qolmasdan, yana oq qon kasali va rak kasalligini keltirib chiqarishi mumkin. Tadqiqotchilarning taklifi bo'lsa, birinchidan uyning havosini almashtirib turish kerak. Tomoq etganda cho'qim bo'stat ishiltish, hojatxonada shamol o'tishtirish kerak. Ikkinchidan oila jihozlari va bezak materiallarini sotib olganda muhit asraydigan yeshil mahsulotlarni tanlash. Tannarxini to'valatishni qo'g'ilishib, Oriya formaldegidlik daraxt yilimi orqali pishiqlangan taxtaylarni sotib olmaslik kerak. Uchinchidan sirtqi chiqishga to'g'ri kelsa, bulg'anish eg'ir bo'lgan qatnash tugillari, shahar g'ol yo'llari, savut va bulg'anmani ko'p qo'yib beradigan ommaviy so'rinlardan yiroq turish kerak. Xabarlarimizni yoqtirib ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.